Baxtli plus ekologiya nodavlat notijorat tashkiloti o'zimizni tashabbusimiz bilan chiqdik va DVV International hamda Mehrjon nodavlat notijorat tashkiloti hamkorligida biz loyiha yaratdik. Yoshlar do'stlik uchun deb nomlangan loyihamizni amalga oshirdik. Bu loyiha davomida biz 6 oy davomida bu qishloqda Beshariq tumani Baxmal qishlog'ida o'zimizni faoliyatimizni olib bordik. Biz birinchi bo'lib bu loyihani boshlashdan oldin davra suhbati o'tkazdik. Davra suhbatida mahalliy hokimiyat, Beshariq tuman hokimligi, hokim o'rinbosarlari ishtirok etishdi va bizning tashabbusimizni shu darajada qo'llab-quvvatlashdi, o'zimiz ham xursand bo'lib ketdik. Sizlar shuncha daraxt olib kelib, yoshlarimizni o'qitib beramiz ekologiyaga, deyapsizlar, biz albatta qo'llab-quvvatlaymiz degan javob oldik. Shundan keyin biz ishimizni boshladik. Baxmal qishlog'idagi 20 ta yoshlar o'rtasida, yuqori sinf o'quvchilari, studentlar, mana shularda o'rtasida biz ekomiratvorstvo, ya'ni ekologiya orqali do'stlikni targ'ib qiluvchi seminar treninglar o'tdik. Biz bu seminar treninglarda biz mana shu suvni tejab iste'mol qilish bo'yicha, ya'ni daraxtlarni o'stirish bo'yicha gidrogeldan foydalanish, mulchalash metodikalarini, tomchilatib sug'orish metodikalarini yoshlarga o'rgatdik. Biz mana shu 20 ta tayyorlagan trenerlarimiz, mahalliy trenerlarimiz bilan hamkorlikda 8 ta kaskad seminar treninglar o'tkazdik. Bu kaskad seminar treninglarimizga Baxmal qishlog'idan 300 ta aholi qatnashdi. Bu 300 ta aholi bilan birgalikda biz bog' uchun eng qulay joy qayer deb joy tanladik. Shunda men haqiqatan ham hamjamiyatni, ya'ni mahalliy aholini aktiv, faol qatnashganini mana shu seminar treninglarda ko'rdim. Rosa ham tirishishdi. Qaysi joyni qilsak eng hammamiz uchun o'ng'ay va chiroyli joy bo'ladi deb. Hamma kelishgan holda maktab oldini tanlashdi. Bu hasharda juda ko'pchilik tashkilotlar bilan hamkorlikda o'tkazyapmiz. Mana shu orqali hozirgi kunda mana 50 ga yaqin odam hasharda ishtirok etdi va 1 soatga qolmasdan 100 ta daraxtni ekib tugatdik. Bu endi kelgusida bu bog'da ichidan yo'lkalar qilamiz va o'sha ariqlarni yurg'izamiz. Mana shunda o'ylaymanki, yana yilga tashrif buyursak, bu bog' haqiqiy ekobog', do'stlik bog'iga aylanadi.